Davlat ekologiya qo'mitasi va Qoraqalpog'iston ekologiyasi gazetasi hamda Ekolog.uz sayti hamkorligida mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun Orolbo'yi hududiga va mintaqadagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga media tur tashkil qilindi. Ushbu media turdan ko'zlangan asosiy maqsad Qoraqalpog'istondagi mavjud muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bilan jamoatchilikni keng xabardor etish, ekologik turizmni rivojlantirishdan iborat. Media tur ishtirokchilari dastlab Borsa Kelmas hududiga yo'l olishdi. Ishtirokchilar shu nom bilan ataladigan sho'rxo'hlikka yetib kelishdi. Borsa Kelmas sho'rxo'hligi 21 million yil avval yo'q bo'lib ketgan Tetis ummonining qoldig'idir. Hozirgi paytda uzunligi 90, eni 50 kilometrgacha keladigan ushbu tuz konidan Qo'ng'irot tumani hududida joylashgan Qo'ng'irot soda zavodiga xomashyo qazib olinadi. Borsa Kelmas sho'rxo'hligi ayniqsa kuz oylarida ajoyib tusga kiradi. Davlat ekologiya qo'mitasini byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan ushbu Qoraqalpog'iston ekologiya gazetasi jamoasi bilan bizlar loyiha bilan ishtirok etib, shu Qoraqalpog'iston Respublikasida turistik marshrutni rivojlantirish maqsadida 500 million grant yutib olganmiz. Ushbu grant doirasida ushbu Qoraqalpog'iston Respublikasi biorezervatda hamda Sudochi Ahbetki davlat biosfera qo'rg'onasi, Saygachi landshaft buyurtma qo'rg'onasi hamda Janubiy Ustyurt milliy tabiat bog'i hududlarida turistik marshrutlar chop etish hamda ushbu hududlardagi hayvonlar, o'simliklar dunyosi qizil kitobga kiritilganlarni amaliy o'rganib, keng jamoatchilik ommaviy axborot vositalariga tarqatib hamda ushbu obyektlarni o'rganilgan marshrutlarning pasportini ishlab chiqib, tadbirkorlarga jalb qilib berish rejalashtirilgan. Bundan tashqari ushbu muhofaza etilgan hududlarda hayvonot va o'simlik dunyosi, tabiiy obyektlarni hammasi o'rganilib chiqilmoqda. 300 varaqdan iborat ikkita kitob chop qilyapmiz. Mavjud obyektlarni bukletlari ishlanyapti. Ushbu bukletlar ham 3 tilda chop etiladi. Ushbu turistlar kelganda keng to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun hamda ushbu hududlardagi noyob hayvonlarga, obyektlarga zarar bermaslik, bu hududlarda turistik marshrutimiz ommabop hamda ushbu turistlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida chuqur o'rganish yo'lga qo'yilgan. Borsa Kelmasdan keyingi va media tur birinchi kunining oxirgi nuqtasi Sariqamish ko'li bo'ldi. Salqin havo, internetsiz olam va yovvoyi tabiatning yaqqol namunasi sanalgan bu joyda jurnalistlar ilk tunni o'tkazishdi. Sariqamish ko'li O'zbekiston va Turkmaniston hududida joylashgan Sariqamish soyligidagi ko'ldir. Uzunligi 100-120 kilometr, eni esa 30-40 kilometr, chuqurligi 30-40 metrni tashkil etadi. Shimoldan janubiy sharqqa cho'zilgan, g'arbiy qirg'og'i tik. Ko'lning suv sathi Xorazm vohasini kesib o'tadigan Ozyorniy kollektordan kelib tushadigan suv miqdoriga qarab o'zgarib turadi. Ko'l suvining sho'rligi sharqida 6-7%, g'arbida 12% tashkil etadi. Maydoni sharqiy qirg'oq hisobiga kengayib, chuqurligi ortib bormoqda. Ko'lda sazan, laqqa-baliq, ilonbosh va boshqa turli xil baliq ko'p bo'lib, Sariqamish ko'li fauna va flora dunyosiga boy tabiiy obyekt hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan o'simlik turlaridan qora saksovul, xiva cho'ragi, gazannova qovuni, sistanxiya va hayvon turlaridan jayron, turkman xuloni, qushlardan cho'l burguti, ilonqor burgut, uzun dumli suv burguti, oq dumli suv burguti, jorji, qizilg'oz, vishildoq oqqush, qorabosh baliqchi, pushti so'qqa qush, qoravoy kabi turlar yashaydi. Navbatdagi manzil esa Qoplonqir. Bu joyning o'ziga xosligi shunda, u bir vaqtning o'zida 3 ta davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston bilan tutashib turibdi. Manzilgacha bo'lgan yo'lda turli tarixiy va sirli joylarning guvohi bo'lamiz. Qoplonqirning shimoliy qismi qisman Ustyurt platosiga kiradi. U shimoliy g'arbdan janubiy sharqqa 200 kilometrdan ziyod masofaga cho'zilgan. Eni janubiy sharqdan shimoliy g'arbga kengayib 35 kilometrgacha boradi. Eng baland joyi 305 metr. Qoraqum qismining janubiy g'arbiy yonbag'rida Guklen qo'yi
botig'i joylashgan. Qoplonqirning botiq yuzasidan ko'tarilgan yon bag'ri nishrab va atrofi tekisliklar bilan tutashgan. Uning janubiy qismida Amudaryoning qadimiy o'zani joylashgan. Asosiy Neogen davri gillari, mergel, qatlamli qum toshlar, gips va ohak toshlardan tashkil topgan. Janubiy yon bag'irlarida Paleogen davrlariga mansub tog' jinslari ochilib qolgan. Iqlimi keskin kontinental. Qishi sovuq, yozi issiq. Yomg'ir kam. Tuproq va o'simliklari cho'lga xos. Hududda asosan ustyurt qo'yi, jayron, burgut, oddiy miqqi kabi hayvonlar uchraydi va o'simlik turlaridan sistanxe, qora saksovul bahor oylarida efemir o'simliklar bo'y cho'zadi. Yo'l biz o'ylagandan-da og'ir kechdi. Chunki notekis va ayrim joylarda yo'l tushmaganligi bois marshrutni haydovchilarning o'zi belgilab orishiga to'g'ri keldi. Ikkinchi kunning to'xtash manzili Qoplonqir bo'ldi. İlk bor ko'rgan insonni juda hayratga solib qo'yuvchi bu joyni qanchalar kuzatmang, baribir uning tabiiy go'zalligiga to'ymaysiz. Uch tarafdan bo'y cho'zib turgan ulug'vor chinklar o'zida ne tarixlarning guvohi bo'lgani bizga ham qiziq. Mediaturda bugungi kunda biz Janubiy Ustyurt milliy bog'idamiz. Janubiy Ustyurt milliy bog'i 2020-yil tashkil topgan bo'lib, 1,447,000 gektar maydonida tashkil etadi. Bu yerda 50 dan ortiq Qizil kitobga kiritilgan noyob o'simliklar va hayvonlar yashashadi. Biz bugun turgan mana bu hudud Qoplonqir deb nomlanadi. Qoplonqir bu o'zini bir noyob tabiatiga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Bu yerning hayvonot dunyosi ham juda noyob. Bu yerda bir paytlar Ustyurt qoploni yashagan. Ustyurt qoploni juda ham bir noyob jonivor hisoblanadi. Hozirgi kunda ham mana shu hududlarda yashashi kuzatilgan, lekin hali biz ko'rmadik. Bundan tashqari bu yerda Ustyurt qo'yi bor. Keyin jayron yashashadi. Keyin sistanxe degan Qizil kitobga kiritilgan qator bir o'simlik navlari borki, mana shu hududda o'zini tabiatiga xos bo'lgan bir bezagi desak ham bo'ladi. Navbatdagi manzilimiz Sudochiya ko'li. Yo'l olis. Ishtirokchilar Qoplonqirning betakror go'zalligidan yana bir bor bahra olib, obyektivlariga muhrlashdi. Sudochiya Qoraqalpog'istondagi eng yirik ko'llarning biri. Mo'ynoq tumani hududidan Sudochiya ornitologik buyurtmaxonasi tashkillashtirilgan. Uning maydoni 50,000 gektar bo'lib, vazifasi uchib keladigan va ketadigan qushlarning yashashiga mos sharoitlar yaratish va ularni muhofaza qilish, tabiiy komplekslarni saqlashga qaratilgan. Ornitolog olimlarning fikricha, mahalliy tilda qizilg'oz deb nomlanuvchi flamingo qushlari Qoraqalpog'istondan asosan uchib o'tish, uzoq safar oldidan oziqlanish uchun foydalanadi. Lekin Qoraqalpog'istonlik ornitolog olimlar 2014-yilda Sudochiya ko'llar tizimida olib borgan tadqiqotlar vaqtida flamingoning katta uyalovchi koloniyasini topgan edi. Sudochiya ko'li turli qushlarning vatani sanaladi. Bu yerni 240 dan ortiq turdagi qushlar qatorida ajoyib qush flamingo ham makon qilgan. Flamingolar shuningdek Qoraqalpog'istonning yana bir necha hududida, Vazrojeniya oroli, G'arbiy Qorateren ko'li hududlarida ham uchraydi. Sudochiya ko'llar tizimida g'ozlarning ayrim turlarini, o'rdaklar, oq qutan, kichik qora boylar, xullas kam uchraydigan 30 ga yaqin noyob qushlarni uchratish mumkin. Oq dumbul, suv burguti bu yer qurrasidagi kam uchraydigan yirik qushlardan hisoblanadi. Qanoti yoyganda 2,5 metrga yetadi. U xalqaro va O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kirgan bo'lib, Markaziy va Kichik Osiyo, shu bilan birga Yevropaning ayrim davlatlarida tarqalgan qushlar sirasiga kiradi. Ko'l qushlarining uya qurib ko'payishi ushbu qushlarning dam olib va oziqlanish o'rni bo'lib xizmat qiladi. Har yili migratsiya davomida bu yerda millionga yaqin qushlarni uchratish mumkin. Bundan tashqari, umumiy maydoni 280,507 gektar bo'lgan Davlat tabiatni muhofaza qilish muassasasi shaklidagi Sudochiya Aqbetki davlat buyurtma qo'riqxonasi tashkil etilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
yil 8 fevral kuni Qoraqalpog'iston Respublikasida Sudoche Ahbetke davlat buyurtma qo'riqxonasini tashkil qilish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Buyurtma qo'riqxonasining asosiy maqsadi qirg'oq landshaftlari, kanallar, kollektorlar va ulardagi suv oqimi, suv atrofida yashovchi qushlar, noyob, yo'q bo'lib ketish xavfi ostida bo'lgan baliqlar, yirtqich qushlar va sut emizuvchi hayvonlarni saqlab qolish hamda ularni ko'paytirishdan iborat. Sudoche ko'llar tizimi uchastkasida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda baliq ovlashga, ko'ldagi gidrologik holatni yaxshilash maqsadida ko'l tubini tozalash tadbirlariga hamda kvota asosida qamish o'simligidan foydalanishga ruxsat etiladi. Bu kabi manzaralarni O'zbekistonda birinchi marta ko'rishim. Aslida men Qoraqalpog'istonni cho'l hududlardan iborat, qurib qolgan oroldan iborat deb o'ylardim, lekin men xato qilgan ekanman. Aslida Qoraqalpog'istonni O'zbekistonga ko'rsatish kerak bo'lgan go'zal, xushmanzara joylari juda ham ko'p ekan. Ayniqsa bu yerga kelib noodatiy o'simliklarni ko'rish, cho'l hududida yashovchi hasharotlar, sudralib yuruvchilar va hayvonlarni va kamyob qizil kitobga kiritilgan qushlarni ham ko'rish imkoniyati mavjud ekan. Men o'z kameram orqali hatto jayronlarni ham suratga olish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan tadbir ekologik turizmni yanada rivojlantirish borasidagi ishlarni yanada jonlantirishga xizmat qiladi.